Oke, pichni zakaz qilgan ekansizlar. Mana 327 ming, oke. Tekshirib olasiz. 327 ming. Hozir pul chiqmaydi lekin. Va bir narsa qilinglar, oke, amalinglar qarab ko'ring. Pulimiz yo'q, vaziyat qilib turamiz lekin. Oke, keyin safar qarab etinglar. Qayoqdan olib kelyapman-da. Rahmat. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yaxshilayapsizmi? Ha, alhamdulillah. Maryam yaxshimi? Yaxshi, shu ozgina pampers yoqmayapti-da. Tushmadimi pampers? Ha, kecha olib kelganingiz ham tushmadi, aniq kungiz ham tushmadi. Bo'pti, unda tayyorlab qo'y, ishdan chiqib borarman. Vazirab qo'yamiz unda. Bo'ldi, xo'p. Rahmat, yaxshi. Bo'pti, xo'p, yaxshi o'tiring. Hormay aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'tgan kuni aka, kash oluvdim, qizimga tushmabdi, ichmabdi. Pampers ham oluvdim kattasidan, allergiya toshaveribdi aka. Iloji bormi almashtirishni? Bu ochilgan ekan, qaytib ola olmaymiz. Baramanlasak bo'lmaydimi aka? Postoyanniy o'zingizdan olaman. Hech iloji yo'q, uzr. Aka, unda qovurib qolsin aka, muhtojlarga beraverasiz. Rahmat, yaxshilaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Usmon Hormay yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Eslaymi o'rtoq? Tinchlik, qizimga pampers kashi tushmayapti. Kechagina ham yonimizdagi do'kondan oluvdim, u ham tushmabdi. Bugun olib borsam almashtirib bermaymiz, ochiq ekan deysiz. O'shanga o'rtoq avans hali tushmagan, pul yo'q, ozgincha pul berib tur. Hozir olishing kerakmi? Ha, bugun olishim kerak lekin o'rtoq. Joyga o'tib kelsak bo'ladimi? Bo'pti, mayli. Yur o'tib kelamiz. Xo'p. O'rtoq, mana mana shu do'konni aytdim senga. O'zim farzandlarimga ham mana shundan olaman, deyman. Ha, bo'ldi, yur ko'raylik uchun. Kelinglar, aka. Oke, qizim unga uncha kasha pampersda tushmayapti-da. O'zingiz bilib bitta yaxshisidan bering, oke. Pampersni ham, kashani ham. Bizda mana Baby-Sip eng yaxshi pampers bor. Xudo xolisa, buni ochilgan bo'lsa ham mabodo alishtirib beramiz. Siz bolangizga yoqmasa, kashadan mana men Bellakga beraman, mana aka. Rahmat, oke. Sog' bo'ling, rahmat, kelib turing.